8 soat telefonsiz challenge. Darrov ko'chaga chiqdim, o'rtog'imni kutdim. O'rtog'im boshqa joyda ekan, shuning uchun Lokatsiya o'zgardi. yangi lokatsiyaga bordim va Yana ожиданиyadan. deb yana ancha vaqt turishni boshladim va nihoyat u bilan ko'rishdim. Bayramdamiz. Bayramdamiz, ha. Bayramdamiz. Ha, o'rtog'im bilan Zamin xalq teatri jamoamizni Navro'z bayrami tadbiriga bordik. Mana keldik qarochi bu yoqqa bun bilan. Nima gap? Assalomu alaykum. Tinchmi? Tinchmisiz aka? Bo'lyaptimi? Bugun bizda nima bo'ladi? Bizda zo'r bayram bo'ladi. Quyosh tagida bayram bo'ladi-ya bugun. Quyosh tagida qolgan qora oylar bo'ladi. Bugun hammamiz qorayamiz qarochi. Ana iPhone. Va bu yerni mazza qilib tomosha qildik-da. Keyin esa Bayram tugadi. ketidan Gumma xonimga yo'l oldik. Abet. Qilgan jarayonimizni ko'z oldingizda ko'rishingiz mumkin va undan keyin men uyga ketdim. Va uyimga tezroq yetib kirib keldim, chunki ko'chada yomon yomg'ir quyishni boshladi. Ozgina dam oldim va yotgan telefonimni yerda ko'rib achindim va yana ketdim ovqatlanishga. Stop, boya ovqatlanding-ku demanglar. Oradan yarim soat o'tdi. Ovqatimni chap-chap yeb oldim. Qarasam yomg'ir to'xtab, ko'chada quyosh chiqib qopti. Va 8 soat o'tganini tushunib, yerdan borib telefonimni oldim va ushbu challenjni uddalaganimni tan oldim. Obuna bo'linglar.